Onangning bilan uchaman desam ishonmadimi butun qishloq? Men uchaman! Men sizga necha marta aytdim, Araboyaga ucholmaysiz deb. O'zi uchadigan vaqtingiz ham kelib qolgan bo'lsa. Ha, jichcha shamol to'xtab qoldi-da. Qo'y yog'iga o'xshaysiz. Bitta qiz topgan mashinaga sovchilikka borib kelaylik. Yur. Kelayli. Xo'p, sizda bir sumbul bor ekan. O'shanga eshigi shipirgani keldik. Erkak ish qiladigan ishni qilaylik. Big'illatib qolmay indamay o'tir. Sovchilikka keldik. Kuyov bola qayerda ishlaydi? Qayerda ishlashni bilmayman-ku. Bu onangni emgirdi, miyasi zo'r ishlaydi ona. Tugalma erkak kishsan. Uy-joyi bormi? Yaqinda Xonsaroyda Ramazon tuhfasi bo'lyapti. O'shanda har bitta loyiha uchun 25% gacha chegirma bo'lyapti. Shu uydan bittasini big'illatib qo'ygan o'g'il. Maqtashmasin, xudo, kuyov bola juda farosatli. Farosati vij qilib turadi. Endi mol sotsa aybini aytib sot deyishadi. Qizim ozgina eshitmaydi. Napas olsa bo'ldi-da, to'g'ri, Marabu aka. O'zingni bos. Chaqiring chiqani ko'raylikchi. Qizim choy olib kel. Qizim. Aytdim eshitmaydi-da. Bo'l, tog'a qiynalmay, o'zim chaqiraman. Ko'zim chiq. Bosmang. Qani. To'xtang. Bitta ko'rib olaylik. So'rintaydi ekan. Mishiga yeb ketmasin. Qarang. Biz o'zbeklar replarimiz. Rep bo'lmasak ham sheplarimiz. Opa yarim kechasi sut qo'torda nima qilyapti? Ukat qabriston mahallaga tashab qo'ying, tomog'im o'g'ilib qolgan. O'tiring, xola, o'tiring. Assalomu alaykum, xola. Va alaykum assalom. Rushni tushirmabman. Bismillahirrohmanirrohim. Ukat ishlayman. Jon opa, iltimos tushing, men yo'nalishim o'zgarib qoldi. Men boshqa taraf bilan ketadigan olib qoldim. Uka mahallamga olib borib qo'ying. Tushing opa, iltimos tushing. Tushing. Jon opa, meni nimaga qo'rqitoryapsiz? Atalam chiqib qoldi, mendan nima xohlaysiz? Befarosat buni eshigi etagimda qisib qoldi. To'xta desam to'xtamaysan. Mashinada gaz ham, benzin ham tugabdi. Uka chiqyapsizmi? Mana podyezdingiz eshigini tagiga mana 1 metr qoldi. Chiqasiz, ketamiz, uka. Ha, aka, men eshikkacha belgilaganman-ku. Ya uka, mashina zinapayaga sig'maydi, yo diq qilib chiqaymi, yo ko'tarib olib tushaymi? Shu qo'y yog'iga o'xshamasdan. O yangi klient onasiga gul olibdi-da. Ha, mujik. Har bir istagimning chorasini topgan menga to. Assalomu alaykum. Ketdi-ya. Voy, Dugosh 14-fevralga zo'r gul berdi. Daysin ham berdi. Yaqinda to'y. Bo'pti, Dugosh gaplashamiz. Amaki, xolasiz masaj qilib qo'yaman. Mashinani ham naskimi yo'la xotin kelachi. Uka kavlashib yuboraman, chiqmayapti shekilli-da, ha? Nima qilyapsiz? Qo'lingizni oling, Haldan beri bunningni kavlab kelyapsan. Miyeni sug'urib olmagin. Mashinada bunningni kavlab qo'ydi qo'ltig'i. Burr ambulatoriyaga admin qilib qo'yaman. Normallik gapiring, tushing mashinadan. O'zingni bos, urush nimadan chiqibdi desa, burun kavlashdan chiqibdi deyishmasin. Seni ursam uyat bo'ladi. Hozir sen tentur ukam chaqiraman. Davay chaqiring. Ishongan ukangiz keldimi o'zi? Ha, jiyanim keldi. Ishtoningni ho'l qilib qo'ymasang bo'ldi. Burgut, bos. Как автопик, откроется пути, придется в эту яму. Mana
Qarashlar, mana Real Madrid hamda Barselona, El Clasico. Ana Mbappe, Jamaliddin, o'zbekchasiga Qamariddin. Hakam o'zimiz Anjalli Makkanjo'ra. Omad aytib qo'y. Mososramasdan o'ynash. Oyoqqa tepish yo'q. Tepgandan keyin deyishmagin menga. Mujikcha o'yin bo'lsin. Tur yo'qol. Bu taraf tutsa sen o'ynaysan, bu taraf tutsa sen o'ynaysan. Xullas qo'yyag'i. Ye. O'zim boshlab beraman. Qanaqa ketdi? O'zi Anjalilar tepsa zaminga chiqib ketadi. Marsdan telefon qilishyapti. Ha, bizni to'pimizni tepib boringlar. Bo'ladi, tushyapti. Azizlar, o'yin boshlandi. Ana, maktab bolasini chalishdi. Yo, men koptok o'ynadim. Bugun men koptok o'ynadim. Men var ko'raman, men varga ishonaman. Ha, videoni qo'yib boringlar. Bu sensor emasmi? Ha, nagli penalti-yu. Penalti! Mono qo'yasda, baba bigon bilan zangil bo'l. Top qasda, Rafinha zarba, gol! Yigit futbolchi bo'ladi. Tuyqa, chiqor, qon qilding. Ona o'yin qichiq oldi. Hamma charchagansanlar. Flavisda banishnisda ichib olish. Mana senga qulpinayligi, mana senga mahitoligi, mana senga anorligi, mana senga yangi chiqqan dushes, ya'ni nokligi. Kechirasiz, Flavisning yangi chiqqan nokligini qayerdan topsam bo'ladi? Luboy magazindan topsang bo'ladi. Aptami kuydirib, nozlana. Ikkinchi taym boshlandi azizlar. Top bilan Mbappe. Penalti a favor Real Madrid. Ana xolos, boshlovchi yo'q, menda ishtirok qildi, kunde. Top lopida Mbappe, zarba, gol! Ana, tuyoqchilar shousi bo'lyapti azizlar. O'yin 1-1 hisobida yakunlandi. Kelish endi bitta rasmga tushib qo'yaylik. Senlar futbol o'ynaysanlar, ana tashinchasi itmishig' bo'ladi. Mahallani mazgisini qoqib kelay. Qanaqa Real Yamandaga Stop. Biring Barsa zo'r, biring Real zo'r deb urishasan. Sen Barsamisan? Yutdingmi? Davay uyingga bigon bilan. Sen Realmisan? Yutkizdingmi? Davay uyingga bor. Sanlar bilan 11-da gaplashamanman. Barsani gaplashadigan gap qolmadi. Ana o'g'illar maktab tugagan nima uyiga hali ham bormayapti. Bitta qo'qitib qo'y. Barsa! Internet. Yaxshi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Siz charchamayapsiz? Nima bola telefon berib qo'yding? Endi boshqa ortasin deyman-da. Ha, boshqa ortmasin. Sen yoshligingda dadang hali guyut qutilar tashab o'yin o'ynaganmi? Yelkalariga chiqarib, lalapola qilib, ot qilib o'ynaganmi? Bellariga chiqarib. Ol telefonni qo'lida, mashlab qutulay deb telefon berib qo'yasanlar, ongini buzasanlar. Ol, o'yna billah. Qo'yag'i. Ya mahallaga ekinlarga nima suv kelmayapti desam, bu dahanani bo'yida urush bo'lyapti ekanda. Oz ambulatoriyaga admin qilaman. Ochasmen sochish kerak. Nima bo'lyapti? Rais bova, mahallamizda 2 kundan beri suv yo'q. Mana odam suvni ochyapti. Bizning mahallaga ham suv borish kerak-ku, men vinam aytmasman-ku. Men nima qilishim kerak? 4 gektarga qulpini ekkanman. Sug'orib bo'laman, keyin ochaman. O'zing tarafni yopasan, biz tarafni ochasan. Rais boy qo'ying, men sizga qo'l ko'tara olmayman. Iltimos chetga o'ting. Ochasan deyapman. Chetga o'ting, rais boy iltimos. Menga qo'l ko'tara olmaysan. Yo'q, teya olmayman senga. Umuman teya olmaysan. Yo'q, teya olmayman. Chetga o'ting. Qaysin? Biz tarafni och. Harakat kelin. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Nega boshingizga kaska kiyib oldinglar? Endi bilib bo'lmaydi, nimadir boshga uchib tushishi mumkin, o'shaning uchun kaskani kiyib oling. Men sizlarning uylarga tug'ilgan kunga kelganman. Nimaga kaska kiyaman? Yetmadi, demay mehmon. Svetni o'chirib qo'ydinglarmi? Kaska. Ha, o'shaning uchun otam aytganlar qilib kaska kiyib olish kerak edi. Mehmon kaska kiymovmidilar? Buni qilaman desam, buni qayerga qo'yishni bilmayman chiroqni. Keling, adajon, men ishlab turaman chiroqni. Yo'q, keling, siz ishlaringizni qilavering, men o'zim qilaman. Mayli, o'zingiz bilasiz. Sanki palakat bo'lgandan ko'ra bo'ynimga ilib ola qolaman. Voy,
Agarda hozir mashina o'rab olib qo'ymasam, Adajon menga o'xshab qoqilib tushadilar. Tushunmadim, o'ralib qo'yganmi? Yaxshiyam shu shlem bor ekan. Balakat. Odam paypog'ini bir poyi yaxshi hurmatli dazmol bosib yubar. Ha bo'ladi. Ya nima bo'ldi? Tinchlikmi? Ey, Adajon, shuni o'g'lingizga bundoq Ota bolani bir xil muhrladim. Yo'q, senchi o'g'il bola bo'lib shashlik senchi. Annam tortib qopti dadam. Olovlar hukmdori keldi. Bunga bezi setish kerak. Ishi buni. Voy adam, kirimiz. Hayotinglarni saqlab qoldim. Yaxshi, biznes deb bormadi bolam. Kimni dabdala qilding? Mayli, yangisini olib beraman. Bolam, xotining magazinni yoqormasa bo'ldi. Adajonim, Manhattan do'konida shunaqa ajoyib finkalari bor ekan. Razmerlari, ranglaridan ham bemalol topasiz. Narxi atigi 109 ming so'm. Nafaqat finkalar, balki shimlar ham bor. Narxi atigini 89 ming so'm yozgan emas-a? Ko'rib turgan barcha tabichishkalar atigi 99 ming so'mdan sifati dahshat. Bu chegirmalar Manhattanning barcha do'konlarida amal qiladi. Ota bolaga bir xil qilib olib beraymi? Oyog'imiz kuygandan beri tabchi kiyadigan bo'lib qoldik. Shuni o'ziga olib qoling. Voy sharmanda. Aka mana shu yiqitganlarni hammasiga hisoblaydi. Yechib oling. Vela ciao, vela ciao, vela ciao, ciao, ciao.